Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Keski klubining a'zolaridan biri, chiroyli kitob o'qigan, farzandi bilan qo'shilib birga qatnashgan Amina degan singlimizning uyiga kelyapmiz. Hozir mana shu uyda mehmon bo'lib, bularning sharoitlarini ko'rib chiqmoqchimiz, xudo xolasa. Ketdik, birga kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, omon esasizmi? Yaxshisizlar, omon esasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizlar, omon esasizlarmi? Yaxshi. Mana yangi narsa sizlarga sovg'a. Oilalaringiz mustahkam bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Mana o'stirayotgan o'g'il qizlarning xudo xolasa rohatini ko'ringizlar birgalikda. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bizlarni internet juyasida ko'ryapgan tomoshabinlar, bugun bizning Keski klubining a'zosi, belsendi ishtirokchimiz, kitobsevar klubining asosiy ishtirokchilaridan biri Amina xonimizning uyiga kelib o'tiribmiz. Amina singlimizning oilasi, mana shu onalari, qaynonalari, mana xudo xolasa mana shu uyning boshi Murodjon. Bu oilada 5 ta farzandi bor bularning. Katta o'g'li bizlar bilan birga qo'shilib, onasi bilan birga qo'shilib qatnashardi, lekin oxir vaqtlarda mana shu maktabning test masalasi bo'yicha ko'proq shug'ullanib, universitetga tayyorlanayotgan holati bor. Lekin ayasi shu 100 kitobni o'qishni davom ettirib, mana xudo xolasa tugatdi. Al endi sizlarga bugun biz bir mehmon bo'lib kelyapmiz, xudo xolasa. Kelyapgan asosiy masalalardan biri mana shu 3 yilga yaqin o'zingizning yaringiz mana shu kitob o'qishga qatnashdi. Oilaviy holat, mana farzandlaringiz bor, abid bor deganga o'xshash sizlarga qiyinchilik qilmadimi? Mana shu o'qish jarayonlarida degan bir masalalar bilan bir kelib sizlar bilan tanishib, uchrashib ketsak deb shunday bir maqsad bilan kelganmiz. Shuning uchun o'zingiz bu bizning klub qanday, sizlarga bularning kitob o'qishi, kitob bilan shug'ullanishi, mana hayotda turmushda xalaqit bermadimi degan bir masalalarni sizlardan so'rab qo'ysak deb kelyapmiz, mana xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hammangizga kelganlaringizga katta rahmat. Yo'q, qiynalmadik. O'qishga ketadi, o'zimiz ham bola chaqamiz bilan aytib, kunda uyda tirchiligimiz, qizlarimiz, bolalarim bor, yo'qligini bildirmay aytib o'qishga borib keladi. Bolalarim yordamlashadi. Qiynalmadik. Yani ballar boshida endi ayasi bilan birga yurdi-ku. Boshida birga yurdi. Sizning balangizda shunday xususiyat bor. Kitob o'qishga juda ham qiziqishi ham yaxshi. Mana to'y boshqaradigan, davralarni boshqaradigan xususiyatga ham ega shunday yaxshi tomonlari bor edi. Biroq endi mana shu o'qishni mayli endi biz ham tushunyapmiz, testga ham xalaqit bermaylik dedik. Asli bo'lmasa mana shu bizning xudo xolasa shu Keski klubida даже shuni yurgizadigan yurgizuvchi bo'lsa ham shunday qobiliyati bor bolalaringizda. Mashhada ayasi bilan birga ancha qatnashdi. Borib qatnashdi. Xudo xolasa, o'qishning test masalasi bilan endi o'zining nisi bilan ketdi. Xudo xolasa bitirsa, o'g'lim o'qiydi, ayasi o'xshab. Yaxshi. Kitob xudo xolasa. Juda yaxshi. Endi mana sizlarning birovingiz ayasisiz, birovingiz qaynonasiz, xudo xolasa. Ayam bu yoqda, Aminaning ayasi, qaynonam. Bu yoqda xalam. Bu xalangiz bizning endi aktiv boya internetda ham ko'rib turadigan, ko'p bizning qo'llab-quvvatlab turadigan ustozlarning biri. Ustoz o'zi. O'zi tilchi, o'qituvchi deganda yaxshi, katta rahmat. Endi sizlar ham bir ikki og'iz aytsangizlar, bizlarni endi eshityapsizlar, ko'rib turdingizlar qizlaringiz orqali, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat. Mana shuncha klub sevarlarning nimasini o'zimiz har uchrashganlarni, kitob o'qiganlarni har doim ko'rib boramiz. Hech birini qoldirmaymiz. Kerakli hamma joylarga telefon orqali yuborib o'tiramiz. Toshkentda xalalar ham ko'rib o'tiribdi. Xursand bo'lib, mana 5 ta o'g'il ham qarilikni ham o'qiyapti, ham bu 100 kitobni o'qiyapti. Yana uy bola chaqa
erining xizmati hammasini atqaryapti, Allohga behisob shukr. Yosh paytida kitobni juda yaxshi ko'rardi, topmay qolardi. Shu qayerda qidirib yursak, ishqi bir joylarda bekinib kitob o'qib o'tirgan bo'lardi. Yoshligidan o'zi kitobga qiziqqan. Mana shu oilalik bo'lsa ham, mana shuni davom ettirib, Allohga shukr, mana yoshlardan qami 100 kitobni o'qib, hammasini mana tahlil qilib, ailaga mana kirib menga aytadi, aya mana kitobda bunday narsalar ekan, ailada bunday narsa bo'lish kerak ekan, erga bunday qilish kerak ekan, bolalarni bunday tarbiyalash kerak ekan. Men o'zim ham o'qituvchi bo'lganman, biroq ko'p narsalarni bundan o'rgandim. Uyga borganda, aya o'shunday, mana kitobda shunday, shu kitobni siz o'qing. Xo'p, apka deyman, kitobni yana shu o'qib chiqaman. Shunday foydali narsalar ukalari ham, singillari ham mana kitobni so'rab bular o'qiyapti vaqti bo'lganda, Allohga behisob shukr. Mana sizlarga katta rahmat. Shunday klub sevarlar, kitob sevarlar klubini ochib, yoshlarni mana shunga jalb qilib, yoshlarimizni shunga qiziqtirib, mana telefonlar, televizor ko'rishlar yo'q bularda. Faqat kitob vaqti bo'lsa, darrov kitob o'qiydi, ishini qilib bo'ladi, kitobga o'tiradi. Rahmat shuning uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Yaxshi, rahmat. Yana davom ettiraversin. Mana buning qaynonasiga ham rahmat aytamiz. Kuyov bolaga ham rahmat aytamiz. Qizimizni qoldirmay o'qishiga yuborib turganiga. Har xil semyalar bor, o'tir uyda, qayerga borsa balanga qara, menga qara, ishingga qara deb. Allohga shukr, hammasini uddallar. Rahmat. Yaxshi, katta rahmat. Mana endi siz endi qaynonasiz-ku, endi ko'pchilik bor, mahalla bor, kalining qayerda yuribdi deb so'raydiganlar bor. Chunki bizda oxirgi vaqtda bir ish qilsangiz, bo'lmasa bu kitob o'qib qolmasa, qo'li boshda chunki kitob o'qiydi deydiganlar ham chiqib qolganda, aslida unday emas-ku, endi qo'li bosh emas hech kim, lekin biroq shu kitob o'qishga harakat qilib vaqt topyapsiz. O'zingiz qanday o'ylaysiz? Masalan, Assalomu alaykum. Avvalambor kelganlaringizga katta rahmat. Mana shu Aminaning orqasida diydor ko'rishib o'tiribmiz sizlar bilan. To'g'ri aytasiz. Xudo xolosiga. Amina o'zi talantli, yana hamma narsaga qiziquvchan, kelin bo'lib tushganda ham. Yo'q narsadan arto'g'ir shuni sinchiklab qayog'idan kelganini tavib undaqa qiladigan harakati bor edi. Ha, shunday edi. Endi mana shu kitob sevarlar klubida ishtirok etyapti. Xudo xolosiga kitobga qiziqishi yaxshi. 100 kitobga ana shu kichkina qizi juda kichkinasida bordi-ku, endi hali yoshiga to'lgan yo'q. Biz bilan buning uyining o'rtasi bir tala yer. Men o'zim mashina bilan kelmasam kelamayman. Shunday paytidan qatnashaman deb qatnashdi. Balalarini artur dadasi o'zi vaqti bir kunda 2 marta kelib ketadi ishidan abitdan keyin bu kichkinasidan uddaliydi artur. Kechga ovqatini o'zi qiladi, sigirini o'zi savadi. Men prosta ariyoqdan xabar olib turganim bo'lmasa, tinchmikan, balalar qiynalib qolmadimikan, ash qolmadimikan, shu xabar olib uchun men. Shunday endi onalarinki shu, ha, vazifasi shu, onalarinki shu. Mayli, mana o'g'il qizi o'sib kelyapti, Xudo xolosiga. Ana tunguchi mana bu yil 11-sinf, barimizning tilagimiz shu bola erta o'qishga tushib ketsa degan niyatimiz bor. Uning ham harakati yaxshi, borib turadi, tayyorlanyapti o'g'layim ham. Tuni bilan uxlamaydi ulam darsini. Yaxshi darsga, bolalarning darsiga ham o'zi qadag'aylab yaxshi qaraydi. Yaxshi. Bari bolalari yaxshi o'qiydi. Endi ota-ona yaxshi qarasa bola, ota-onasi bola bo'lmaydi u. Analar yaxshi qarasa kichkina olimlar shundan paydo bo'ladi, to'g'risi, haqiqatdan ham shunday. Shunday. Yaxshi, sizlarga katta rahmat. Tushunib, bilib, o'qisin deganlaring o'zi katta narsa-da bu haqiqatdan. Endi mana aramizda bizlarning ustoz mana. Ustoz sizlarga qarindosh ekan, mana bu yerga bilyapmiz bizlar. Bizlar mana shu internetda ko'p yaxshi so'zlar yozib. O'sha xolosining imtihonidan o'tadi u ber. Ha, barakalloh. Kalinlarning bari o'sha xolosining imtihonidan o'tadi. Bu xolasi ham mana shu bizning kitobxonlar to'g'risida, kitob sevarlar klub haqida o'zingizning bir fikrlaringizni aytsangiz, mana ne deb o'ylaysiz? So'naqdan mana shu so'naq qishlardan hozir bizda azroq qatnashuvlar soni sal azroq bo'ldi. Lekin boshqa qishloqlarga nisbatan men o'ylayman, bu yerda xalqning sharoiti yomon emas, avvallarga nisbatan hozir so'naqning ahvoli yomon emas. Boshqa qishloqlardan o'zib ketmasa hozir juda ishchilar, mana yoshlarimizning bari mehnatkash bo'lib ishlayapti. Endi mana shu ba'zi bir yigitlarning orqasida qancha yigitlarimiz hozir mana ish bilan ta'minlanib qoldi. Shu o'zingizdan bir ikki fikrlaringizni aytsangiz, mana ustozsiz qancha shogirdlarni tayyorlayapsiz mana Xudo xolasa. Siz bilan bizning yumushimiz o'zi boya boshidan
kitob edi o'zi, to'g'risi. Bugun mana tasodifan jiyaning uyiga kelib, sizlar bilan didor ko'rishganimga xursandman. Bu klubga Aminadan burun men borib edim. Tarixiy Muhammadiy paytida. Keyin qandaydir bir sharoitlar bo'ldi. Maktabning ishlari ko'payib ketdimi, shu borishga vaqtim bo'lmadi. Aminaga ming rahmat. Shunda 5 balasi bilan, kuyovi bilan uyda bor ishlarni artilib shu yoqqa borganligi uchun. Uncha adam qo'ldan kelmaydigan ish bu. Xudo xolasa mana kitob o'qigan odamning ma'naviy bilim saviyasi yuksak bo'ladi. So'z boyligi ortadi, hayotga bo'lgan ko'z qarash o'zgaradi. Shuning uchun ham hamma insonlarni beshikdan ta qabrgacha ilm izla deb kitob o'qishga chaqiraman men ham. Afsuski mana qishlog'imizda kamchilik ekan. Uni qarab o'tirib o'zim ham uy olib qo'yaman. Mana qarachiq-chipan guruhlarga yetamayapmiz hali. Mana shu yoshlarni ko'proq kitobga qiziqtirib, mana shularning safini kengaytirsak, biz o'qituvchilar mana yurgan joyimizda agitatsiya qilamiz o'quvchilarni kitob o'qishga. Hozir mana internet chiqdidagi yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqish susayib ketdi. Ana shu internet bilan kitobning orasidagi farqni qancha tushuntirgan bilan ham baribir o'qiyotgan odamlarimiz kamchilik. Mana shunday Aminaga o'xshagan kelinlarimiz uyda o'tirsa ham shunday borib qatnashayotganligi uchun minnatdorman. Men bulardan katta rahmat aytaman. Har bir odam kitob o'qisa, hayotga bo'lgan ko'z qarashi o'zgaradi-ku. Yaxshi bilan yomonni ajratadi. Hayotda hech qanday qiynalmaydi. Shuning uchun ham ko'proq kitob o'qishga men hammani chaqirib qolaman. Ishlaringiz olg'a bosaversin. Mana Keska klubi 100 kitob o'qib bo'lib, endi ikkinchisini boshlab turibsizlar. Xudo xolasa saflaringiz kengaysin. Kitob o'qiganlar uchun mana hech qanday nimalarni ayamayapsizlar, sovg'alarni ham hamma mumkinchiliklarni yaratib qo'yibsizlar. Hech qanday qiynalmayapti bular. Mana ko'rmagan joylarni ko'ryapti. Buxoro safari, Samarqand safari. Men o'zim ham borib kelganman bir yil sizlar bilan. O'quvchilarimiz ana yassaviy hikmatlardan g'olib chiqib, mana shunday saflaringiz kengayaversin, ishlaringiz olg'a bosaversin. Ro'zadan ro'zaga mana sen yetaverik, xudo xolasa. Katta rahmat. Endi bu yaxshilik, asli yaxshilik hammamiz qo'limizdan kelgancha shu atrofimizdagi bizning farzandlarimiz shu kitob o'qisin, yaxshi yo'lda yursin degan bir niyat-ku, boshqa hech bir bizning boshqa bir maqsadimiz yo'q. Aytavur, kimning bolasi bo'lsa ham kitob o'qisin, yaxshi yo'lda yursin degan harakat. Shuning uchun rahmat sizlarga, tushunib, bilib, mana shu oldimizda hayotga kerak bo'ladigan narsalarni o'rganib, bular bilsa farzandlarga tushuntiradi, qiziga, bolasiga tushuntiradi. Shuning uchun ham mana olimlar chiqish uchun analar savodli bo'lish kerak. Ana savodli bo'lsa, avlod savodli bo'ladi. Endi mana o'zingiz aytsangchi, mana hozir 3 yil davomida mana bizning klubimizda bordingiz, xudo xolasa qancha kitobni o'qib chiqdingiz? Mana shu kitoblar haqida qaysi kitoblar yoqdi? Qaysi voqealar sizga ta'sir qiladi ya bo'lmasa mana shu hayotingizda qo'llanyapsiz degan bir ikki sizga bir so'roq beraylik. O'zingiz ham bir mana shu haqiqiy bizning bugungi eng bir kerakli bo'lgan ishtirokchilarimizdan birisiz. O'zingiz ham bir mana shu kitobsevarlar haqida aytsangiz. Assalomu alaykum, Rahim aka. Shinamgina xonadonimizga qadam ranjida qilganlaringiz uchun rahmat. Oyoqlaringizga gul bitsin. Niyatlaringiz qabul bo'lsin. Men birinchi navbatda oyijonimni kitobga qiziqtirgan o'zim oyijonimga minnatdorman, ota-onamdan. Kalasi ham o'qituvchi, shifokori bo'ldi dadam. Keyin kelganimda qaynonam hamma tomonlama o'rgatib, qishloq sharoitiga hammasiga o'rgatdi. Umr yo'ldoshim ham hamma vaqt qo'llab-quvvatlab, shu ketganimda o'qishga sizlarga borishni boshlaganimda 9 oylik edi. Kichkina. Shu Ro'zmat 9-sinfda o'qirdi. Keyin boshida bormadim, amakim qizi Iroda sababchi bo'ldi. Men уже birinchisidan boryapman, ko'rchi YouTube'lardan deb YouTube'ni ko'rsatdi. Yo'q, Iroda qanday bo'ladi? Uyda molimiz bor, dadamiz azonda ketib ishga, ko'ryapsiz, 5 farzandim hammasi har xil naqada yoshda. Birovi o'smirlik yoshida bo'lsa, birovi erkalik yoshida, podshohlik yoshida, qirsiqligi bor. Ish qilib hammasini qanday qilaman bu desam, niyatni to'g'rila, faqat niyat qilaver, inshaalloh nasib qilib qoladi dedi. Keyin dadasi ruxsat berchi desam, bu ham mayli, qanday bo'ladi ko'rchi. YouTube'lardan ko'rib, keyin borib ko'rdimda 7-sondan bordim. Borganimda shu yaxshi har bir kitoblaring hammasi qiziq men uchun. Yana o'zim oilamdagi shu farzandlarim o'smirlik paytida qirsiqligi tutsa, sahobalarni aytib bersam, aylanib kelib kechirim so'rardi. Aya kechiringchi, men xato qilibman derdi.
keyin kichkintaylarim ham aya 8dan keyin biz kino ko'rmaymiz, seriallar. Faqat o'shalarni yuringlar, men kitobni o'qib beraman desam, siz ayamon o'zlari kitob o'qib turadi xas. Aytib beringchi, men siz o'qib beringchi deb o'tiradi. Muborak Alisher Navoiyning g'azallarini yodlab olgan. 5-sinfda o'qiydi. Maktabda ham shu Alisher Navoiy kechalarida hammasida o'zi boshqarib o'tiradi. Yaxshi. Maktabida rosa yaxshi foydasi tegdi. O'quvchilarni masalan maktabga borganda nuqul bolalarni unday dars o'qimayapti deb chaqirsa, mendan har doim minnatdor bo'lardi. O'quvchilarni hech qachon yomon narsa eshitmadim. Abdulloh ibn Muborak rahmatulloh aytganday, birinchi navbatda kitoblarni o'qib, adab tarbiyani o'rganib, bu farzandlarimga shu narsani ko'p aniq qildim tarbiya tomonidan. Inshaalloh mana shu kelin bo'lgan qishlog'imda bir namunali oila bo'lib yursak, xudo xolasa. Yaxshi, bolalaringiz ham yaxshi. U ikki o'g'lingiz ham o'qishga juda qiziqishlari yaxshi ekan. Endi qizlaringiz ham shunday bo'lsa kerak. Biz endi ko'proq ikki bolani yaxshi bilamiz, ikkovining ham o'qishga bo'lgan qiziqishlari juda yaxshi, xudo xolasa. Yomon emas. Kitoblar masalasida qaysi kitob yoqdi o'zingizga? Eng yaxshi kitoblar. Hamma kitob zo'r menga. Hamma kitob biridan biri zo'r. Hammasini oilamda qo'lladim. Farzandlarim hamma kitob yoqdi. Yaxshi, katta rahmat sizlarga. Endi shu kitoblar turgan joyni bir javonlarni qo'ysak, keyin bolalarni ham bir sizning bolalaringiz bilan bir uchrashsak, farzandlar bilan. Yuringlar. Endi Amina apay, mana hozir o'qigan 100 kitobingiz turibdi. Shkaflar qilibsizlar, juda yaxshi. Endi mana farzandlaringiz endi Rozmat boshida o'qigan kitoblarni, endi Rozmat kitoblarning hammasini yaxshi biladi. Qolgan qizlar bolalaringiz ham kitob qiziqib o'qiyaptimi? Ha, hammasi o'qiydi. Biz har kuni kechqurun shu 2 soat o'zim o'qib beraman, keyin bular o'zlari o'qiydi. Tushungani bu o'qing faqat yig'lamangni, o'zi tushunganini o'qiydi. Ha, yaxshi, juda yaxshi. Hozir bizga bir narsa aytib bera bilasizlar? Men ayamlaringiz kitobidan o'qing faqat yig'lamangni bilaman. Uning o'zimning tushungan kitoblarimni bilaman. O'qing faqat yig'lamang. Oyimni qaytarib ber Xudojon deganini tushunganman. Chunki qarzlarga yordam deganini tushunganman. Alisher Navoiy 1441-yili Hirot shahrida tug'ilgan. 1501-yilda Hirot shahrida vafot etgan. Endi bormi she'rlarni? Har kimning qanoatdek ulug' xislati bor. Barcha el ichida izzat va hurmati bo'ladi. Har kimki taomi va hirsga bino qo'ysa, yaxshi yomon ichra xorun naqs ko'rinadi. Barakallah, barakallah. Navoiy bobomizning gaplashi o'zi oson emas. Navoiy bobomizning so'zlarini bilish u oson emas. Shuning uchun rahmat. Buni o'qiyvenglar, o'rganavenglar. Bundan faqat foyda qilish mumkin. O'qigan odam o'qimaganlarni boshqaradi bari. Rozmat, mana ayang bilan birga borib, bizning kitobsevarlar klubining a'zosi bo'lgansan, borib qatnashgansan. Endi mana hozir o'qishni xudo xolasa tugatyapsan endi. Universitetga kirish arafasida turibsizlar. O'zingga yoqqan kitoblar, qaysi kitoblar yoqdi? Men o'sha KSK klubiga ayam bilan birga borib qatnashganman. Ayam meni shu yerga olib borib kitob o'qishimga sababchi bo'lgan. Birinchi ayamga rahmat aytaman. O'shunday 100 kitob o'qigani bilan tabriklayman. Menga shu o'qigan kitoblarim ichida o'zi Raif Jilasun degan avtor bor. Shu kitobning shu kishining biz 3-4 kitoblarini o'qidik. Shularning ichida menga eng yoqqan kitoblari Halol luqma, Muqaddas azob kitoblari menga juda qattiq yoqqan. Yaxshi, yaxshi, baraka topinglar, rahmat. Endi ishlaringga omad tilaymiz, xudo xolasa o'qishga kirib ketma. Qarakan, xudo xolasa qari bo'lib mana shu qishloqdagi eng bir ilg'or yigitlardan biri bo'lmoqchi, xudo xolasa. Mana shu bilimlaringga bilim qo'shilsin. Mana qizlarimiz, nevaralarimiz mana qara. Bular ham yodlagan narsalar bor, eshitgan, o'qigan narsalar bor, ha? Endi sen aytasan, ayt chiqan. Ayu o'ti patada, yeka qo'li qatada, abadaba. Ya, qati yuqda qati masqala. Voy barakalloh. Rahmat, Alloh taolo mana shu uyga fayz barakat etsin. Mana qizlarimiz, yigitlarimiz o'qib, olim bo'lsin, xudo xolasa. Yaxshi ishlarda xizmatda bo'lsin, xudo xolasa. Dinim deyto'g'an, elim deyto'g'an, Qozog'iston yurtim deyto'g'an, yaxshi farzandlar bo'lib o'saversin. Alloh